Tushuncha berib o'taman. Kompaniya akam bilar ekanlar, o'zi texnika rabakli bu 100% suv bilan ishlaydi. Ya'ni buni hozirda mana bu turishi boshqa hammasi kelishi Germaniyadan keladi. Bu bizga Germaniya mahsuloti ekan. Hozirda 60 ta davlatda jonli demaslar, ya'ni jonli reklama orqali sotiladi bu narsa. Saksiya asosida bozor marketlarda yo'q. Shu Instagramda ko'rgan bo'lsangiz faqat dilerlar o'zi reklama qiladi. To'g'rimi? Tushunarli. Texnikani birinchi qiladigan ishi oila salomatligini страховка beradi. To'g'rimi? Sog'ligimiz texnika mayli o'zimiz uchun birinchi o'rinda. To'g'rimi? Xuddi shunday texnikani birinchi qiladigan ish shu. Lekin qarang, oila salomatligi uchun eng muhim narsalar bor-da, toza suv, toza oziq, toza havo, to'g'rimi? Ehtiyojimizga qarab qaysi birini sotib olamiz hozir? Bilmayman. O satib oladimi bilmayman endi. Ha. Qarang, sotib olish sharoitga qarab keyin. To'ppa-to'g'ri. Sotib olish imkoniyati bo'lsa, toza suv olsak bo'ladi, to'g'rimi? Chashma buloqdan yoki filtrlangan yoki magazindan olsak bo'ladi. Ozuqa ham xuddi shunaqa, do'kon kirib eng yaxshilarini olsak bo'ladi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa havoni-chi, do'da tanlash imkoniyati bormi? To'ppa-to'g'ri. Chunki nimaga Alloh bergan havodan nafas olamiz, to'g'rimi? Odam o'zi bir kunda 14 ming litr havo iste'mol qiladi, do'da, to'g'rimi? Lekin mana shunaqa holatga baribir ko'zingiz tushsa kerak uy ichida. To'g'rimi? Quyosh nuri bo'ladi-ku, to'g'rimi? Hozir ham shunaqa holat bormi uyda? Bo'lsa kerak, bo'lsa kerak. To'g'ri, do'da bo'lsa kerak, lekin anig'ini bilmaymiz, to'g'rimi? Lekin oldin mana endi siz yaxshi bilasiz, cho'g'li lampalar bo'lgan-ki sariq, do'da, to'g'rimi? Lekin hozir LED. Buni bizga foydasi, chunjiga foydada, ancha ekonomishli, to'g'rimi? Ko'p pul yemaydi. Mana bunaqa cho'g'li lampalar bo'lgan oldin, to'g'rimi, do'da? Endi qarang, shuni 1 minut svetni o'chirib tursa bo'ladimi? Endi qarang, lampani tagiga qarang. Mayda uchib yurgan zarralar, to'g'rimi? Odam bir kunda 14 ming litr havo iste'mol qilsa, 5 ming ash ko'rayotgan zarrachalarni to'g'ridan to'g'ri olib kelib yutamiz, to'g'ri? Endi nima deb o'ylaysiz? Mana shu changni hozir bizga foydami, zararmi? Zarar, конечно, to'ppa-to'g'ri-da. Hozir lekin men sizga nima uchun zararligini bitta ko'rsatib beraman, yoqing. Nima uchun zararligi? Bularning tarkibida mana bunaqa chang kanallari bor-da, do'da. Mana bunaqa. Ya'ni плевой клещ deydi-ku, opa, siz bilsangiz kerak baribir. Shuni ayol kishi biladi. Yo'q, keling do'da, o'zingizga ko'rsatib beraman. Akam ko'rmadilar, lekin Aka, mana bunaqa changlar bor-da uyimizda, qarang, uchib yurgan. Mana tegidagi changlar ko'rib turibsizmi? Mikroblarda endi. Ha, xuddi shunaqa do'da, to'ppa-to'g'ri aytdingiz. Bular mikroblar, chunki bular плевой клещ hisoblanadi, chang kanallari. Ya'ni bular eng yomoni bor-da, bular matrasiy клещ hisoblanadi. Bu eng toza deb biladigan joyimiz ovqat bo'ladi, yotoq joyimiz bo'ladi, to'g'rimi? Bu o'sha yostiq, matras, adyollarda bo'ladi. Chunki bular nimaga yomon? Odam teri atxoti bilan soch g'azolardan oziqlanadi. Oziqlangan narsa baribir o'zidan atxot chiqazadi, to'g'rimi? Ular toksinlar deb ataladi, ular 0,1 mikronda bo'ladi. O'zi Allohning mo'jizasi, bizga ham ikkita filtr bor, to'g'rimi, do'da? Bronx. To'g'rimi? Burnimiz 0,6-0,7 mikronlik chang zarralarni ushlab qolsa, bronximiz 0,4-0,5 mikronlik. Lekin men sizga ko'rsatayotgan mana bu 0,1 mikronda, bular to'g'ridan to'g'ri qayerga tushadi? O'pkaga tushadi. To'ppa-to'g'ri. O'pkaga tushgandan keyin alveolar qon tomirlariga shimilib keyin nima bo'ladi? Immunitet pasayib ketadi, to'g'rimi? Immunitet pasaygandan keyin nima bo'ladi? Kasallik bo'ladi. To'ppa-to'g'ri, opa. Allergiya, astma, bora-bora уже bronxitga o'tib ketadi, to'g'rimi? O'zi allergiya tipi yo'qmi? Bor allergiya, mana bor. O'zingizdan sizga bitta kerak. Endi dodamga bitta yaxshi gapirsangiz, daholisa allergiyasiga javob keldik. Sizga chunki nimaga to'g'ri aytadilar, doda? Qarang, bu yerda texnikani qiladigan ishi hozir ko'rsatgan changlarim bor-ku, o'shalarning hammasini o'z ichiga yutadi. Ya'ni xona to'la chang, to'g'rimi? Texnik ishlab tursa 99.9% tozalab beradi. 1% faqat ko'chadan kiradi. O'sha holatda yutgandan keyin, yomg'irdan, qordan keyin ko'chada qanaqa toza havo bo'ladi? O'sha havoni uy ichida hosil qilib beradi. O'zi do'da 100 marta gapirganni 1 marta ko'rgansiz, to'g'rimi? Texnika ikkita qismdan iborat. Birinchisi mo'yish ichasida. Mana sizlarda stol, mebel, hamma narsa bor ekan. Matras, yostiqlaringiz, to'g'rimi? Mashina ham bor aka sizda. Qanaqa mashina? Cobalt, to'g'rimi aka? Chexollarni yuvishga qiynalasiz. Boshqa o'shalarni bemalol turgan joyda yuvib quritib olsangiz bo'ladi. Ustunizmi, yostiq, matras, adyoldingizmi, liboyni. Metkasigacha issiq suv solasiz, stressda solib aralashtirib, turgan holatida yuvib quritib olsangiz bo'ladi.
Faqat ozgina miqdorda namlik qoladi. Bunun içiga solmaydimi o'sha addan bunda yeyib qo'ygan joyda? Yo'q, shuni ichida suv bo'ladi. Nasatkalar bor, o'zi yo'q qilib beradi, dada. Xuddi o'shanaqa siz olib chiqib quritib, boshqa qilib o'tirmaysiz, chunki texnika o'zi quritib ham beradi. Ha, shunga aytdim. Men buni ichiga sig'maydi-ku deb o'ylayapman. Yo'q, ustida nasatkasi bor, dadam. Endi qarang, opa, uyda pilsos ishlatasiz-a? Qanaqa pilsos? Qopcha, stakancha? Yo'q, ana. Stakani bor, menimcha. Hamma musor stakaniga yig'adi, opa. Qarang. Bu ham xuddi o'sha stakancha versiyonida, lekin undan farqi nima? G'urunchagacha sovuq suv bor. Sovuq suvga aralashtirib. Ha, bu stakanli ekan sizniki, to'g'rimi? Endi qarang. Bu ko'rinishdan otishga boshlashi mumkin. Lekin do'dam polimer bilamiz-ku, samolyot, vertolyot, labo oynasi bo'ladi. Qo'lingizdan tushib ketsa ham sinmaydi, lekin dast ketishi mumkin. To'g'rimi? O'sha materialdan bo'ladi, opa. Buni hamma narsasini vazifasi qilib beradigan yuragi motor hisoblanadi, to'g'rimi? Liboy narsada ham motor bo'ladi. Motor Italiyan Amatek degan zavodida ishlab chiqariladi. Pazzaga Sarabakning uchun keladi. Do'da mana reaktivniy samolyotlar bo'ladi, qiruvchi. O'shalarni dvigatel ishlab chiqaradigan zavod bo'ladi. O'shaning uchun biz zakaz qilamiz, ular Italiyaga o'shani bizga olib kelib beradi. Buni motoriga separator biriktirilgan. Separator opa sutdan qaymon ajratadi-ku, to'g'rimi? Bu sutdan qaymon emas, kir havodan, toza havoni hiddan ajratib beradi. Eng katta vazifani mana shu bajarib beradi, do'da. Chunki nimani hisobiga deydigan bo'lsa, hozir bitta suv bersangiz, men sizga ko'rsatib beraman. Mana shu g'urunchasigacha opa, suv bo'lsa, g'urunchadan o'tib ketmasin. Ichiga solib. Suvmi bu? Yo'q, sovuq suv berasiz, opa. Sovuq suv. Aka, hozir ham Yandexdamisiz yo o'zi Yandex davlat ishi bor, просто Yandex bekor paytda. Ha, davlat ishi qayerda aka? GMZ 7 daman, Sorishman. Maşallah, o'zi yaxshi ekan. Zo'r opa, oldin ishlatganmisiz deyman? Toshni oldingiz lekin suv. Ko'rsatyapsiz, молодец. Mana toshni suv berdilar. Do'da qarang. Toza tiniq suv, to'g'rimi? Aka, toza tiniq suv. Opa, toza tiniq suv berdi. Suv ko'rsatgan sababi hamma effekti suvda bilinadi. Ya'ni 4,5 metr kabeli bor, aka. Buni bemalol bitta xonaga yetadi. Bitta xonada ishlatsangiz bo'ladi. Sensor upravlение mana sizlarda yosh bolalar ko'paygan-ku. Yosh bola qiziqqanda, to'g'rimi? Masalan, ko'rgan narsasini o'ynagisi keladi boshqalar. Bunda yosh bola kelib tegsa ham ishlab ketmaydi, opa. Ozgina miqdor bostirsangiz ishga tushadi. Ya'ni bolalar endi yaxshi sinab qilmaydi. Endi texnikani qo'rqgan ishi bo'ldi. Hozir ko'rgan changlarimiz bor-ku. O'shalarni o'z ichiga yutyapti. To'rt tarafidan bizga yomg'irdan, qordan kelib bo'lgan toza havo chiqarib beradi. Qo'lingiz qo'yib ko'ring-da. Tozami? Opa bilyapti. Endi qarang, yana ham sizga aniqroq bo'lish uchun texnika nima vazifa bajarayotgan, endi 1 minutga svetni o'chirib ko'ramiz. Svet. O'tdimi? Oho, mana. Hozirgi hamma changlar o'z ichiga yutyapti-da, mana bu yoqdan sizga toza havo chiqarib beryapti. Tortib olyotir-da. To'g'ri. Endi qarang, o'zi bu 1 soatda 152 kvadrat maydon tozalab beradi aka. Lekin bu xonamiz 152 kvadrat chiqmaydi-ku, to'g'rimi? Lekin xonalarimizga 15 minut, 20 minut yetadi o'zi. Endi qarang, sizga oddiy misol mana bu yostiq. Men bu yoqdan bitta chang hosil qilaman. Qani bu yoqdagi changni ham tortib olaylik. Hoppa. Chang qattiq Ko'rib yubordi. Ana, qarang. Oho. Nega jasab yurdim deb o'ylab qolasiz. Qancha jasab yurdim deb. Shunaqa. Endi opa sizlarda mana zo'r proyekt zo'r ekan uylarni. Bitta ham burchaga qo'yib qo'ysangiz ham bor, bu xonadagilarni bemalol tortib olib kela oladi. Ya'ni 1 soat, 1,5 soat qo'shib qo'ysangiz bemalol xonani tozalab bera oladi. Endi qarang, ular hamma changni texnika yutadi-da hozir. Texnikani o'chirdim. Chang yutilishdan to'xtadi, to'g'rimi? Lampani yuziga qarang. Endi shu changni kim yutadi? O'zimiz opa. O'zimiz yutgan yaxshimi, farzandli yutgan yaxshimi, texnika yutgan yaxshimi? Texnika. Qo'shib qo'yaver, yutursin-a texnika bizdan ko'ra. Ana. Endi qarang, bu yoqda hozir texnika men sizga aytgandek, o'zi 20-25 minut ishlash kerak dedim-ku, to'g'rimi? Hozir texnika necha minut ishladi? 2 minut. 2 minut, 3 minut to'ppa to'g'ri-da. Bor ko'p bo'lsa 3 minut ishladi, to'g'rimi?
Endi men sizga 3 minutlik rezultatni ko'rsatib beraman. Voy. Dada. Endi qarang, bizda hozir 6-kishi bo'lib nafas oldida bu ham. O'zi o'pka ham opa suvlikdan iborat-da, to'g'rimi, namlikdan. Endi tasavvur qiling, yillar davomida biz o'pkamiz Yaxshi bo'ldi, ancha Ha, dada. Endi qarang, xuddi shu changlar 1 litr suv bilan chiqib ketgan yaxshimi, o'zimiz o'pkamizga tushgani yaxshimi? Hammamiz uchun, opa, sog'lik uchun, boshqa uchun xizmat qilib ishlab yuribmiz-da, borlar uchun, to'g'rimi, opa? Mayli, bizga hozir o'pkamiz qanaqa darajada bilmaymiz. Endi bolalarnikini tasavvur qilavering. Endi mana shuni texnika ishlab tursa, ko'proq holatda yaxshi ekanmi, yomon ekanmi? Yaxshi ekan, to'g'rimi? Bo'ldi, yoqavering. Dada, qalay birinchi funksiyasi? Bo'ldi. Yaxshi, ha? Qarang, ikkinchi funksiyasi undan ham zo'r. Mana aslan opa uyda